klublar o'rtasidagi jahon chempionati turnirida ishtirok etuvchi yagona o'zbekistonlik futbolchi bu Abduqodir Husanov. Ammo ushbu turnirda qatnashuvchi yagona o'zbek emas. Biz faqatgina futbolchilarni emas, balki futbolning atrofida ham faoliyat olib borayotgan ayrim vatandoshlarimizni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Mazkur turnirda Ilgiz Tantashev boshchiligidagi O'zbekiston hakamlar brigadasi ham ishtirok etmoqda. Jumladan ular bugun bo'lib o'tadigan Fluminense Borussia Dortmund o'rtasidagi birinchi tur uchrashuviga tayinlov olgan. Bundan tashqari Qatar futbol assotsiatsiyasi va Osiyo futbol konfederatsiyasi texnik eksperti hisoblangan Alisher Nikimbayev Washington shahridagi Audio Field stadionida match direktor sifatida faoliyat yuritmoqda. Bundan tashqari Osiyo futbol konfederatsiyasida musobaqalarni o'tkazish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari hisoblangan Avaz Berdiqulov zimmasiga Atlanta shahridagi Mercedes-Benz stadionida komissarlik belgilangan. Ushbu turnir 2026-yilda bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga tayyorgarlik vazifasini ham o'tab berishi bor gap. Nasib qilsa 1 yildan so'ng bo'lib o'tadigan terma jamoalar o'rtasidagi jahon chempionatida o'zbekistonliklarning tarkibi ancha katta bo'ladi.